Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm qarindoshlar. Bugünkü söhbetimizi dünyanın imtihan yüzü degan temada bo'ladi. O'tgangi söhbetde bu dünyani yaratgan Allah'ның Kur'an'da bu dünyani tushuntirishiga asoslanganda bu dünyani asosan 3 qismga bo'lib tushunishga bo'ladi deyilgandi. Birincisi dünyanın ilmi yüzü, ikincisi dünyanın nimet yüzü, üçüncüsü dünyanın imtihan yüzü de. Biz şu üçüncü yüzü hakkında buluruz bugünkü sohbet inşallah. Bu dünyanın imtihan yüzü nimege yaraydı o? Nime için imtihan kılıdı degan savollar tushdi. Cevabı ham dünyanın imtihan yüzü insanların imtihanlardan muvaffaqiyatli o'tib Allah'a bo'lgan sadoqatni isbotlashga fursat beradi. Çünkü Allah insanı muhatap qilib cennette ebedi yaşatadigan, şu cennette insan bilan xitoblashadigan bo'lg'achqa insonni tanlash kerak bo'ladi. Çünkü insanning ichida vafodor insonlar bo'lganidek, vafosiz insonlar bo'lgan. Shuning uchun Alloh taolo insonni tunji qatam jannatga yaratib Odam alayhissalomni imtihon qilgan vaqtida maningdan yemang deb jannat ne'matlarining qatoridan faqatla bir ne'matni cheklasa şu imtihandan o'tamagan şu orijinal babamiz, atamiz Odam alayhissalom. Bir yerda yangi bir mahsulotni ishlab chiqarib, eng yangisi birinchi qatam chiqqani yangi turib ishlatmagan turib imtihondan o'tamasa bir mahsulot yoki bir mashina deyli, bu ishlatib bo'lganlari keyingilar texmi o'tamaydi. Shuning uchun boshda uni bozorga surish uchun imtihon qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun Allah insonninki yaxshisini yomondan ayirish uchun, vafodorni vafosizni ayirish uchun shu imtihon dunyosini yaratgan. İmtihan shuning uchun bor. Allah Teala bu dünya imtihanini insonlarning haqiqiy mohiyatini o'ttirg'i chiqarish uchun, her kishiga shu kishining mohiyatini ko'rsatish uchun ve şu kişini qoyil qilish uchun loyilagan bu imtihonni. Shuning uchun Alloh taolo ne'matlarini va rizqlarni her insonning asli mohiyatini o'ttirg'i chiqarish uchunla alohida loyihalaydi. Çünkü her insonning rizqi berildiğin nimetler her insanga alohida loyihalanadi. O nimetler ve rizqlar o insanın asli mohiyatini o'ttirg'i chiqaradi. Bu insan bu dünyadaki hayatını yaşaş jarayonida o nimetlerini, o rızıklarını, Allah bergen o fırsatlarını, Allah bergen o şaraitlerini qo'llanish orqali öz takdirini yaşaydı ve öz mahiyetini belgesellashtirdi. Hüccetlik filmga aylandırdı. Ve Allah'ın dergahideki hesapta bu hüccetlik film asas kılındı ve bu filmga göre ahiretlik hükmü verildi. Zaten Allah bunu Kur'an-ı Kerim ve liya'lemallahu. Allah hüccetlik filmga aylandırış için, belgeselleştiriş için insanı imtihan kılıdı dediğin ayetlerde bu kelime çıkıyordu. Aslında oylanğan vaktimizde Allah Teala kimning kim ekanligini, kimning yaxshi ve kimning yomon ekanligini %100 biladi. Çünkü Allah'ın alim, allamul g'uyub, allam, alim sifatları var. Allah hemmini biladi. Allah için zamanning farkı yok, makanning farkı yok. Şunun için insanning takdiri Allah için aydın, %100 aydın. Şunun için Allah Teala için insanlarını imtihan qilishga hiç gerek yok. Allah tarafından qargan vaqtimizda insanlarını imtihan qilishga gerek yok. Ama bu imtihan biz insanlar için bekle keraklik. Çünkü Allah Teala bundaq bir imtihan dünyasını yaratmayla ve insanlara öz mahiyetini, öz takdirini, öz kimligini ve özünün iradesini o'ttirg'i qo'ydigan sharoit yaratib bermayla sen cennetga,
sen cehennemge dese. Cennetke hüküm kılınğanlar itiraz bildirmegen bilen cehennemge hüküm kılınğanlar çokum itiraz bildirdi. Qail bolmaydy. Qail bolgan taqdirdimi? Mesela Allah digendiken hem de Allah hemmeni bilgendiken dep konuda qail bolsunmu? Cehennemge ebedi mahkum buluş täsike geçke insan bahane tapıdı. Ve üzünü tanqid qilishning o'rniga Allohni tanqid qiladi. Muşunda Allohni tanqid qilib bersek, Allah nomus qilib ketib, cehennemden qutquzib qo'yamdiki deb, nima deydi inson? Ey Allohim, sen meni yaratgan bo'lsang, men qanday kafir bo'laman? Men qanday eski odam bo'laman? Sen meni yaratgan bo'lsang, bu mumkin emas. Yolg'on bo'lsa, sinaq qilib baq deb, cehennemden chiqish uchun Allohga yalvarib xalq qiladi. Shuning uchun Alloh taolo bundaq bir ahvalning yuz bermasligi uchun bu imtihan dunyosini yaratdi ve dunyoni tushundigan vaqtimizda Rabbim shundoq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Rusulan mubashirin ve mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul ve kanallahu azizan hakima. Allah bu dunyoni nima uchun yaratdi? Nima uchun Allah insonga ashunchalar ilm beradi, ashunchalar bilim beradi, rizq beradi, ne'mat beradi, anondan keyin imtihon qiladi. Bu imtihan meydaniga evatib bulapmı? Yani ashunchalar ne'matlarning ustiga evatib, insonni sharoitning ustiga evatib, yana Allah ensirab, uning keyindan payg'ambar evatidi. Payg'ambarlarning qo'liga kitob beradi, Allohning kalomi deb. Bu payg'ambarlarning vazifasi ikkilam vazifasi bor. İmtihandan o'tganlarga bishorat berish, imtihondan o'tmay xato yo'lda ketib qolgan galvonlarni ogohlantirish. Hey galvonlar, xato yo'lda ketib qorsizlar, bu yo'l bek xatarlik yo'lga chiqadi, yeninglar, men imtihondan o'tib olinglar deb yomon yo'ldagi insonlarni ogohlantirish vazifasi va payg'ambarlarning. Allah mushunchalar hapilishib nima qiladi desa, li Allah yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul. İnsanlarning foydasiga, Allah'ның aleyhiga bir hüccet bulap kalmasın deb. Yani insanlar biz yaxshi hozirmi mana seni itiraf qilyapmiz, yaratgan vaqtingda men erta itiraf qilgandik, sen biz hech qachon kafir bo'lib boqmadik. Nima uchun jahannamga tashlaysiz bizni deb turib olib, xapilik chiqmasin deb Allah bu dunyoni yaratishning sababi shu. Va kanallohu azizan hakima. Allah azaldan azizdir, hakimdir. Aziz degan izzat sahibi, yengilishni xohlamaydigan, yengilish nafsiga ig'ir keladigan bir zot degan gap. Allah hech qachon yengilishni xohlamaydi. Agar bu dunyo imtihon dunyosini yaratmagan bo'lsa, insonlarning oldida munozirada bizni imtihon qilmaylar, mushunda jahannamga salamsa desa, nim bo'ladi? Qoyil qilish ta'sir bo'ladi. Qoyil qilib etay desa Allah qudrati bilan qoyil qiladi-da. İnsanda nim bo'lgandan keyin, aql iroda bo'lgandan keyin qoyil bo'g'ilolmay, saxtipazlik bilan turib oladi. Shunga Allah bunday bir ahvol yuz bermasin deb, aziz bo'lg'achqa, hakim bo'lg'achqa, hamma ishni hikmat bilan yaratilgan bo'lg'achqa, mush dunyoni imtihon maydoni qilib, ash g'ayb dunyodan mush shahodat dunyosiga bizni evatishning sababi shu. Sura Mulkning 2-oyatida mush mazmunda oyat bor. Hamda bu dunyoning imtihon yuzining insonlarning asli mohiyatini ayirib chiqish alohidligi bo'lg'achqa, bu alohidlikka bekla diqqat qilishimiz lozim, qarindoshlar. Chunki biz insonlarning bu dunyodagi asli vazifamiz, biz inson sifatida bu dunyodagi asli vazifamiz shundaqla birdan bir vazifamiz. Bu imtihonda muvaffaqiyatli o'tishdir. Bu dunyoda boshqa vazifamiz yo'q. Bu imtihondan o'tganlar Allohni rozi qilganlardir va abadiy baxt saodatga erishganlardir. Bu imtihonda muvaffaqiyatli o'tolmaganlar Allohni norozi qilganlardir, Allah bilan qarshilashganlardir, natijada mag'lub bo'lganlardir, natijada Allohdan, Allohning rahmat doirasidan ayrilib, qo'g'linib, uzoqqa qo'g'landi bo'lganlardir.
do'zaxqa palandi bo'lganlardir. Ebedi bedbaxt bo'lib, chidiqsiz bir azobga, echinishlik bir og'ir oqibatga duchor bo'lganlardir. Shuning uchun insonning bu dunyodagi birdan bir vazifasi bu dunyodagi imtihonidan o'tish. Endi imtihon suollari va listalarga keyin kelamiz. Bu dunyoda nimalarni qilsak imtihondan o'tgan bo'lamiz, nimalarni qilsak o'tgan bo'lmaymiz, unga keyin kelamiz. Hozir men imtihon nazariyasini tushunishga tirishyapmiz. Undaqda bu dunyodagi imtihon nima va nima haqida bo'ladi? Javob shu. Bu dunyodagi imtihon yaxshi va yomonni tanlash haqida bo'ladi. Bu yaxshi, bu yomon deyish Allohning haqqi. Shuning uchun Alloh yaxshi deganni hech kim yomon deyolmaydi, yomon deganni yaxshi deyolmaydi. Allohning yaxshisini hech kim yomon deyishga haqqi yo'q, Allohning yomon deganini yaxshi deyishga haqqi yo'q. Shuning bizning vazifamiz Allohning yaxshi deganini va yomon deganini tanlash haqida bo'ladi imtihon. Haq va batilni tanlash haqida bo'ladi. Allah haq bo'lgandan keyin haq tarafda, Allah hech qachon batil tarafda tutmaydi. Haq batilni tanlash haqida bo'ladi. To'g'ri xatoni tanlash haqida bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri xatoni tanlay oladigan aql bergilik bizga. Halol haromni tanlash haqida bo'ladi. Go'zallik va sa'tlikni tanlash haqida bo'ladi. Allohning go'zal deganini go'zal deb qaraymiz, sa't deganini sa't deb qaraymiz. Allohning go'zal degani hech qachon sa't bo'lib qolmaydi. Allohning sa't degani hech qanday vaqtda, hech qanday sharoitda sa't go'zal degani sa't bo'lib qolmaydi, sa't degani go'zal bo'lib qolmaydi. Adolat va zulmni tanlash haqida bo'ladi. Bu adolat, nimaning zulm ekanligini ayiradigan Alloh bizga aql bergilik, vijdon bergilik, qalb bergilik. İnsan sifatida bilamiz nimaning adolat ekanligini, nimaning to'g'ri, nimaning zulm ekanligini, kimning adil, kimning zolim ekanligini bilalaymiz. İmtihanımız muşaqda bo'ladi. Allah Taala bu haqda Qur'onda mundaq deydi: "Kullu nafsin da'iqatul maut ve nablukum biş-şerri vel hayri fitne ve ileyna turcaun." Sure Enbiya 35-oyat. Yani Sure Muhammed 31-oyatda "Velen nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum ve sabirina ve nabluwa akhbarakum." Ey insanlar, biz sizlarni sinaymiz, imtihon qilamiz. Bu dunyodagi hodisalar bilan sizlarni chiniqtiramiz. Elqi askarga oladigan vaqtda men askar bo'laman deb sapir bilan urush qilmaydi-ku. Oldidan tarbiyalaydi uni, chiniqtiradi. Chiniqish jarayonida imtihon oladi. Bu o'rgandimi, o'rganmadimi deb. Birinchi seviye, ikkinchi seviye, uchinchi seviye deb buni chiniqtirish nimalari bor. Şunun o'xshagan Allah insonni bu dunyoda imtihon qilishning g'oyasi insonni chiniqtirish orqali taraqqiy qildirish. Taraqqiy qilgan vaqtda qanday bo'ladi inson? Mujohid bo'ladi. Butun kuchi bilan haq tarafdori turadigan, haq uchun ishlaydigan. İnson taraqqiy qilganda qanday bo'ladi? Sabr bo'ladi. Chidamchan sabr qiladigan bo'ladi. Masalan, kichigidan tortib hech ish qilmaydigan 20 yoshga kelgan bir yosh bola deyli. Kichigidan tortib chiniqmasa, kichik boladek haqqaq bilan bijni qo'yish yig'lab o'tiradigan bo'ladi. Ammo uni chiniqtirib, eg'ir ishlarga berib, chiniqtirib, kuchli qilgan vaqtida butun qurollarni ishlata butun harakatlarni qila oladigan, jugura oladigan, qacha oladigan bo'lgan vaqtida unga har qanday eg'ir ish bersa qila oladi. Birinchi qatim mag'lub bo'lgan vaqtida hemen tugashdim deb bel qo'yib etmaydi. Sabr qiladi, chidaydi yana. Oxirat qozonishga tirishadi. Allohmu insonni bu dunyoda imtihon qilishda insonning mujohidlik tarafini, ya'ni kurashchi tarafini, Alloh uchun kurash qiladigan, o'zini qo'g'daydigan, vatanini qo'g'daydigan, millatini qo'g'daydigan, anki bu yo'lda sabr, chidamli bo'ladigan, millatimni qo'g'dayman deb chiqsa va Xitoy oilasini suluvasi o'ltirib etsa, qo'rqib ketib, deb taslim bo'lib yotadigan emas. Nima qilsang qil, men Alloh tarafdori deb haqdan yanmaydigan darajaga chiqarish uchun
insonlarning mujohidligini va sabır ekanligini hatto na'lama belgiselleştirishimiz uchun biz insonlarni chiniqtiramiz, imtihon qilamiz, chiniqtiramiz deb Allah sura Muhammad 31-oyatda buni deydi. Qarindoshlar, har bir imtihonning ma'lum bir temasi bo'lganidek, dunyo imtihonining temasi bor. U tema bo'lsa Allohga sadoqat va vafodorlik temasi. Allohga sadoqat va vafodorlik temasi. Allah insonni rahmati bilan yo'qdan bor qildi. Barliq mavjudot ichidan tanlab jonliq qildi va jonliqlar ichidan tanlab va o'z ruhidan puvdab inson qildi. Bu insonga aql berib, o'zi bilan muxotab qildi va eng ustun maqomga yuksaltdi insonni. İnsonni bu yuksak maqomda tutmak uchun ilm ato qildi, his tuyg'u ato qildi, shuur idrok ato qildi. Bu qobiliyatlarni bergandan keyin anandikni Allah o'zini tunutdi. O'zidan va ne'matlaridan insonni xabardor qildi. İnson badaniga tabiat programmasini va ruhiga fitrat programmasini yukladi. İkisini birlashtirib ishlaydigan holga kelib, andan keyin insonni imtihon maydoniga butun materiallari, bilimi tayyor holatda imtihon maydoniga qo'yib berdi. Natijada insonni imtihonga tayyor holatga ekilib, imtihon maydoniga qo'yib berdi. İnsonni bu imtihon maydoniga kirgizadigan chog'da insonni bu imtihon maydoniga kirgizadigan chog'da Alloh taolo insonning o'ng tarafiga haqiqiy iloh sifatida o'zini qo'ydi va insonning so'l tarafiga saxta iloh sifatida nafsini qo'ydi. Shuning uchun hamma narsani o'ng tarafdan boshlashimizning sababi men Alloh tarafdoriman, Allohning safida deyish uchun o'ngdan boshlash sunnatning bo'lishining sababi shu. Hali ko'nglimizga yaramaydiganroq, mehnatrak ishlarni bo'ynimizni tozalaydigan o degandek Bunu sol tarafta qilishimizning sababi Allah'ni men bunda mehnat diyalida Allah'ni ishlatmayman degandek ma'noni bildirish uchun u vaqtlarda sol qo'limizni ishlatishning sababi shu. Shuning uchun o'ng tarafimizda Alloh bor, davomli imtihon maydonida, sol tarafimizda nafsimiz bor. Alloh haqiqiy ilohimiz, bu nafs o'zini iloh chog'lab bizni bo'ysundirishga tirishadigan saxta bir majhul, saxta iloh. İmtihan suali shu: ilohing kim, Rabbing kim? İlohing Allohmi yoki nafsingmi? Savol shu. Biz bu dunyoda beradigan savolimiz shu. Bu savol inson hayotidan hech bir zamonda va hech bir makonda ayrilmaydi, qarindoshlar. Nerede yashayli, qanday vaqtda yashayli, bu savoldan ayrilg'ili bo'lmaydi. Shuning uchun inson bu dunyodagi imtihoni jarayonida davomli va har ishda Allah'ni yoki nafsini tanlashga duchor bo'ladi. Hamma ishda, har minut, har sekund, har ishda, har qiliqda, har niyatda ya Allah'ni tanlaydi yoki nafsini tanlaydi. Allah'ni tanlash uchun insonning ruhi va axloqiy tarafi kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni bu imtihonda ruhiy va axloqiy tarafi kuchli kelganlar Allah'ni tanlaydi. Nafsoniy tarafi kuchli kelganlar nafsini tanlaydi. Allah'ni tanlaganlar va Allah maydonida turganlar Allohga ibodat qilganlar hisoblanadi. Nafsini tanlaganlar va nafsining keyniga minib, nafsoniy maydonlarda, batil maydonlarda, xato maydonlarda, Xitoydek iblislarning maydonida turganlar, nafsiga cho'qinganlar va nafsini ilohlashtirganlar bo'ladi. Bu nafsining ilohlash haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Arayta man ittakhada ilahahu hawah afa anta takunu alayhi vakila. Furqon surasi 43-oyat. Yana bir oyatda deydi: Afarayta man ittakhada ilahahu hawahu va adallahu Allahu ala ilmin va khatama ala sam'ihi va qalbihi va ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillahi fala tadhakkarun. Jasiya surasi 23-oyat. Allah deydi: "Ey inson, ko'rdingmi? İnsanların arasında o'zining havoyi havasini
ilahlashtirganlar bor. Ko'rdingmi? İnsan degan mandaq peslashib ketadigan, mandaq aqlsizlashib ketadigan tarafimi bor insonning. Allah insonni imtihondan o'tkazish uchun, oxiratda muxotab qilish uchun u qadar kuch chiqaribsa, inson qo'pab, nafsiga bo'ysunib, nafsining havoyi havasini ilahlashtirib olgan insonlar bor. Ko'rdingmi buni? İnsan bunda bo'lib olgandan keyin va'adallohu ala ilm. Allah bu insonni ilm ustida zalolatga tashlab deydi. U insonning jahil emas, nodon emas, ilmi bor. Her unvonlari bor. Doktorlik unvoni bor, zalolat yurganlarning, professorlik unvoni bor, domollam, alloma, her mevlevi mushu ilmga doir unvonlarning eng yuqori unvonlarini to'shib yurgan insonlarning zalolat ustida turganligini ko'rdingmi? Allah shu ilm bilan birga zalolat chuquriga tashlab etdi. Nima uchun? Havoyi havasini ilahlashtirib olg'achqa. Anandan keyin Allah qanday qildi? Qo'liqiga muhr urib etdi, haqni anglamaydi deb. Qalbiga muhr basib etdi, haqni qabul qilmaydi deb. Anandan keyin ko'ziga parda tortib etdi, haqni ko'rmaydi deb. Bundaq tipdagi paslashib ketgan insonlarga Allohdan boshqa kim hidoyat bera oladi? Hech kim hidoyat berolmaydi. Unda bo'lgandan keyin bundaq paslashib ketgan inson, bundaq nafsoniylashib ketgan millat hidoyat tepish uchun nega bordi ekanmiz? Allohga bordi ekanmiz. Allohdan boshqaga darvozasini ochmaydi. Hidoyatdan ayrilgan, nafsini ilahlashtirgan, bilimi turib dalolatga tushgan insonlarni Allohdan boshqa hech kim hidoyat darvozasini ochmaydi. U hidoyat darvozasiga berish uchun Allohga yolvorishimiz, tavba qilishimiz, istig'for etishimiz lozim. Shaxsiy nomimizdan va millat nomimizdan. Nafs ashundoq bir baloya afat. Undaq nafs degan nima? Nafs Alloh taolo tarafidan yaratilgan bir menlik tuyg'usi. Men deymiz-ku, shu menlik tuyg'umiz shu. O'zlik engi, o'zam, men va davomli xalqa. Bu ang va bu tuyg'u insonni cheksizlikka chaqiradi. Aslida o ishimiz nafsini qilib baqsaq, bir abadiy yashash nimamiz bor. Mush dunyoda hammadan o'lib ketib qolganligini ko'rib turib, o'lmaydigandek yashaymiz. Aslida o'lmaysa, cheksiz yashaysa deb aldaydi insonni. O'ziga cho'qinishga, menmanchilikka chaqiradi, to'ymaslikka chaqiradi. Uni cheklaydigan qonunlarni tunimaslikka, e'tirof qilmaslikka chaqiradi. Mesela Allah'ın qonunlari bor. Nefsga bo'ysunmaydi, uni e'tirof qilmaydi. Nefsga bo'ysun olsa, o shundoq tiz yo'g'inaydi-ki nefs oldiga kelganni yalmab yutadigan bir qora o'nkirga aylanadi. Nefs shundoq bir qora o'nkirki, qarindoshlar, Allohnimi va Allohning haq huquqini tunimaydi. Ve neticede ilahlik davası qilib, hamma narsani ve hatta kainatni mening deydi. Allah Teala tarafidan berilgan bütün amanetlerini mening mulkim deb qaraydi. Amanetlerge xiyonet qiladi. Qarshi chiqqanlarni bostirish uchun Allohni inkor qiladi ve bütün qonun, qoida, nizomlarni o'zi xohlagan bichimda yezib, boshqalarni bo'ysunishga majburlaydi. Xitoy tajovuzchilarini ko'ryapmiz-ku. Nefsiga cho'qinadigan maxluqlar bo'lg'achqa, hozir dunyoga elib kelmagan baloya ofat qolmadi. Sharqiy Turkistonliklarni zaten yer bilan yakson qilib xorlab, hech nimamizni qo'ymadi, hammani xorladi. Ammo Xitoy ko'zi to'ymay hozir ko'zini butun dunyoga tikyapti. Nefs ashundoq eski narsaki, insonni normal bir Alloh yaratgan ulug' insonni xitoylashtirib yetadi. Undaqda Allah nefsini nima uchun yaratgan degan vaqtda qarindoshlar, nefsninki normal bir vazifasi bor. Biz nefsga bo'ysunishga eskolab ketgan bilan, aslida nefs Alloh taolo tarafidan buyuk bir hikmat bilan yaratilgan va insonni inson qilgan xususiyatlarning biri. Nefsini kontrol qilsak,
Şu insonni insonlik maqomiga yetkazadigan xususiyatlarimizning birisi nafs degan. Agar inson nafsini to'g'ri qo'llansa va Allohni birinchi o'rinda qo'yib, nafsini Allohga bo'ysundirsa, bu dunyodagi butun imtihonlardan osonla o'tib ketadi. Va hayot bekla oson va ko'ngilli o'tadi va nafsning rolini to'liq joriy qildigan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomdan so'raydi-ku, nafs Rasulullohning nafsi haqidan so'rasa, men nafsimni bo'ysundira oldim degan payg'ambar alayhissalom. Shu payg'ambar alayhissalom nafsini bo'ysundira olg'achqa butun koinotning eng yaxshi insoni sifatida Muhammad deb atalgan. Nafsning bunda bir alayidligi var. Endi insonni nafsini biroz tushunishga to'g'ri kelsa, Alloh taolo insonni nafsaniyat, malakaniyat va hayvoniyatdan iborat uch xususiyat bilan yaratgan. Nafsaniyat degan insondagi nafs shu, bizdagi nafs shu, biz bilamiz. İçimizde var, ichki dunyomiz. Malakaniyat degan periştilik xususiyat. İnsanda periştilik xususiyatım var. Ulug' bo'ladigan, ulug'lashni xohlaydigan, Allohga bo'ysunishni xohlaydigan bu xususiyatmi bor. Yana birisi hayvoniyat xususiyatim bor. Hayvoniyat degan halqi biz charpay deb ataydigan larni biz hayvon deb atab olamiz. Hayvonning asli ma'nosi jonliq degan gap. Hayot yildizidan chiqadi, jonliq. Halqi biz uyimizda boqadigan hayvonlarimiz jonliq bo'lg'achqa hayvon deb olamiz. Bu nuqtadan aytgan vaqtda insonmi jonliq. Ammo bu hayvoniyat bu bir alohidilik. Bu hayvonlar jonliq bo'lg'achqa bu hayvonlarning bu hayvoniyat, insonning bor. Bu uch xususiyatning hammasi insonda bor. Meleklarda, perishtalarda malakaniyat xususiyati bor. Shunga davomli ulug' ishlarni qiladi. Ammo nafsaniyat xususiyati yo'q. Shunga ularning gunoh ishlash qobiliyati yo'q. Gunoh ishlaydi desam ishlayolmaydi. Undaq bir xususiyati yo'q. Shunga meleklar faqatlam yaxshi ishlarni qiladi. Allohning buyrug'ini qiladi. Hayvonlarda malakaniyat qobiliyati yo'q. Ulug'ulay abadiy yashaydigan mendaq ulug' g'oyalar u yo'q. Chunki malakaniyat qobiliyati yo'q. Shunga ularda mukallafiyat mohiyatida mas'uliyat va majburiyat tuyg'usi bo'lmaydi. Unda bir vazifasi bo'lmaydi. Ammo insonda nafsaniyatmi bor, hayvoniyatmi bor, malakaniyatmi bor. Bu uch xususiyatning hammasi bor. İnsan bu uch xususiyatni to'g'ri va joyida qo'llansa, insonlik maqomini saqlab qolgan bo'ladi va meleklardan ustun maqomda turadi. Agar insondagi insoniy xususiyat hayvoniy xususiyati bilan birlashib olsa yoki ittifoqlashib olsa, inson nafsi ruhiga qarshi g'alaba qilgan bo'ladi va inson imtihon jarayonida Allohni tashlab nafsini tanlaydi. Agar aksichi bo'lsa, ya'ni agar insondagi insoniy xususiyat malakaniy xususiyati bilan birlashib olsa yoki ittifoqlashib olsa, inson ruhi o'chog'da nafsiga qarshi g'alaba qilgan bo'ladi va inson imtihon jarayonida nafsini besib Allohni birinchi o'rinda tutadi va Allohni tanlaydi. Bu chog'da inson ruhi g'alaba qilgandan keyin imtihoni oson bo'ladi, oson o'talaydi. Demak, inson hayoti ikkining birini tanlash bilan o'tadi. Ya Allohni tanlaydi, Allohning yo'lidan mangadi va imtihondan o'tadi, yoki nafsini tanlaydi, nafsining mehnat taquchilaridan mangadi va imtihondan mag'lubiyat bilan sharmandalarcha ayriladi. Natija shunday bo'ladi, qarindoshlar. Bugun hamda bu imtihonninki nazariyasidan azroq so'zladik. Vaqt munosabati mishada to'xtaylik. Keyingi videolarda inshaalloh biroz tushunishli qilibroq nima qilamiz. O'sha ulug' Ramazonlarda Alloh taolo hammamizning ibodatlarimizni, duolarimizni ijobat qilsin, qarindoshlar.
o'zimiz uchun, o'zimizning jahannamdan qutulishimiz uchun duo qilgandek, millatimiz uchun duo qilaylik, vatanimiz uchun duo qilaylik. Millatimizning ozodligi, vatanimizning mustaqilligi uchun duo qilaylik. Bu ish Allohning qo'lidan keladi, qarindoshlar. Bu dunyoni kontrol qilayotgan Alloh. Da bizning ko'zimizga boshqa kuchlar kontrol qilgandek ko'rinadi. Ma dunyo imtihon maydoni, shahodat olimi, bu moddiy dunyo bo'lg'achqa, moddiy sabablar bilan qaragan vaqtimizda u kuchliqdek, bu kuchliqdek, u kontrol qilgandek turdi. Mohiyatda Alloh kontrol qiladi. Allohga duo qilib, Allohga yarab olsak, Alloh bizning mustaqilligimizning yo'lini ochishga qodir. Qanday qilsa qodir. Alloh kimni qo'llansa qo'llanib bizga yordam berishga qodir. O'sha ulug' Ramazonda Allohga yorinib olaylik qarindoshlar. Hozircha Allohga amanat. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.